Do'stlar, sizlar bilan men Abdulhamid. Bugungi videoda haligi qurilishda, ya'ni avtosalonda yana ikkinchi part, ya'ni davomini olamiz. O'sha mana qaytdik. Endi birinchi videoni davomini ololmagani uchun ikkinchi qismda muammolar bo'lib qolgani uchun shuning uchun ikkita qismga bo'ldik. Hop, bugungi videoda tugatamiz. Do'stlar, kommentariyaga yozib qo'ying. Qaysi mashinani yoqtirasiz? Ferrari yoki Bugatti? Yoki yana boshqa mashina bo'lsa, kommentariyaga yoqtirgan mashinangizni yozib qo'ying. Unda biz videoni boshlaymiz. Ha, albatta. Bu videoga albatta like bosing va obunachi bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Unda biz videoni boshladik. Hop do'stlar, biz maytga keldik. Hozir mana uni olamiz. Voy. Deb qo'yib chiqamiz. Endi. Yaxshimi yoki avtosalon. Juda eski o'xshab qoladi. Bu bo'lmaydi ekan. Blokda mayli. Blokda almashtiramiz avtosalonga. Qanaqa qo'ysam? Mana ne ishlatayım ki? Hoş, bunu geçirani. Şu bo'ladimi? Zang temir bu bo'lyapti. Men bo'lmaydi. Xo'sh. Qaysi material ekan? Boshim qochib qoldi rostdan. Aytdim shekli. Hop. Biz yaxshi ishlataymi yoki qizil? Hay do'stlar, iltimos yordam berib qo'yinglar. Qaysi rangdan ishlatay ekan? Like bo'lsa ko'k, yashil, obuna. Menimcha sizlar ko'k tanlagan bo'lsalar kerak. Mayli ko'kdan quramiz. Ko'k ancha yaxshi. Rang ochar ekan. Hop, 1 2 3 1 hop, mana 1 2 yo'q, tunab ketishmasin deyman. Hech kim tunaydi. Mayli, endi ochib qo'yamiz. 1 2 3. Ayniqlarni keyin qilamiz. Mayli. Birinchi asosiysini qurib olsak. Burchagini menimcha tezlik bilan ko'taraveramiz. Hop 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 va 5 qator. Hop, bunga qo'yib chiqamiz. Xo'sh. Hozir kapitanim yo'q, cho'kdi. Ish bilan ketgan ekan shekilli. Menimcha menga kapitan aytgan. Xullas, menga ya'ni askarlar, politsiyskilar aytdi. Xullas, avtosalon kerak ekan. Kapitandan aytdim, ammo bilmadim, lekin kapitan aytgan bo'lishi mumkin. O'zi vaqti bo'lmasdan. Rostdan hozir politsiyskiy uchastkada hech kim yo'q. Bakayım 5. Hop, bunda kapitan tomonidan aytilgan bo'lsa, kapitan kelgancha qo'yib qo'yaman, kim o'zidan so'rayman. Nima bo'lyapti? Xo'sh. Voy. Qora betonga o't ketyapti. Qani o't ekan? O'zim ham sezmay qolyapman. Do'stlar, mana bu bayroqlarga e'tibor bermay qo'yadilar. Buni o'zim yaratganman, prosta. Hali akam bilan urushni o'ynab turardik. Minecraftda birga urushib turardik. Shunda o'zimni bayrog'imni yaratganman. Mana. Oddiy yarachim. Shuning uchun bunga e'tibor bermay qo'yadilar. U shaharda ichida rozago. Mana bayroqni ishonaverasizlar. Shaharda u birinchi videomizda tanishtirgandik shahar. Shahar tanishtirganimda ko'rgan bo'lishlaring mumkin. Mana shu bayroqlar ilinadi. Menimcha bayroqlar haqida ham gapirib ketdim shekilli. Voy. Voy. Hop, mana ancha yaxshi. Tevazni andezitdan qilaylik ekan. Ya'ni bir qatorini qo'yib chiqaychi. Qanday bo'lar ekan? Qanday? Bunday qilsak yaxshi. Shunday qilib chiqaveramiz, mayli. Bag'ini ham bunday andezitdan. Hop. Voy, hozir to'g'rilaymiz. Да что ж такое? Что ж такое-то, voy. Да что ж такое-то, shu kechirasizlar do'stlar. O'zim gapimga o'zim kulib o'ryapman. Да что ж такое-то. Hop, bu nimaga qo'ydi? Mana. Xo'sh. Xullas batlang turadi.
yonida mashinalar bo'ladi. Kassir yoqtirganini tanlaydi va aytadi. Kassir keyin tanlaydi va minib ketadi. Kassir eshigi mayda bo'lsa, tom 5 qavat qo'yadi. Manimcha oldi endi tomda o'rab, to'xtaydi. Men birinchi o'ynaga o'tsak. Xo'sh, mayda 1 2 3. Endi ancha. Bunga proshniy aynaklardan qo'yamiz. O'g'irlab ketmasliklari uchun. Voy, havo ham buzilib keldilar endi. Sal chit ishlatamiz. Bir balkonda yaxshi. Xo'p. 1 2. Maydan buzamiz. 1 2 batar. Xo'sh, 1 2 1 2 3 4. Menimcha yaxshi. Yoki yana bir qavat ko'tarish mumkin. Hop. Xo'sh, bo'laveradi. Yaxshi turibdi. Nimaga shu ekran burilib ketaveradi? Ben hali hech narsa qilmasam, buzayotganda ekran burilib ketadi. Shunisi yoqmaydi odamga, yoqmaydi prosta. Asabim o'ynaveryapti. Esa o'zimga kelyapti. Kung Fu Panda aytgandek, tinchlik, sokinlik, issiqqina tushlik, nimadir qiymalik. Menimcha Kung Fu Pandani to'rini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xuddi shunday aytadi. Endi aytdim. Teparoq deb bo'lardi. Bati yopamiz. 1 2. Menimcha yana bitta. 1 2. Cho'tta indeks ekan. Oppo. To'g'ri kelmayapti. Vay. Hozir o'zimni tiyib turibman. Bunday qilsak, ammo yaxshi qilyapti bunday qilsak. Baxt oladi. Yana endi ancha yaxshi. Va nihoyat. Bo'ldi. Tinch o'ynayman. Endi ham tinch o'ynayman. Har baloga asabimni chiqaravermayman. Do'stlar, hozir kamerani biroz o'chirib turaman. Hozir qattiq yomon gaplar chiqadi. Bo'ladi. Qurishda davom etamiz. Ichimdagilarni chiqarib oldim. 1 2 3 va 1 2 3. Bunday qilsam ekan. Yaxshi. Batgan shuni qilamiz. Bo'ldi. Ichga xotirjam. Men tosh uchadim debman. Yoki qushmi asalar ekan. Shunchaki xo'p. Endi yaxshi. Endi oldidan qaraymiz. Mana faqatcha yo'l bo'lsa kirib keladi. Yonlar ko'radi. Keyin bunday orqaga o'tadi. Xo'p. Orqaga ayna qo'yamiz. Xo'p, bunday yonni ko'radi. Va oldiga kelib bo'ldi. Atrofdan aylanib chiqsa ham mayli. Chiqmasa ham mayli.
Xo'sh, endi kasb. Endi yopamiz. Hop. Yoki betonda yopmayman yoki qora o'qdami? Qora o'qda yapaman. Beton. Sizlar bilan birozdan so'ng ko'rishamiz. Xo'p, mana do'stlar, patologni ham bitirib oldik, ya'ni tomni. Hozir u yerga endi lampa qo'yib chiqsak. Biz har qadam qo'ysak, menimcha chiroyli bo'ladi. Menimcha hozircha yaxshi. Ancha chiroyli ko'rinadi, ammo askarlarga o'xshabdek bir qator bo'lib turibdi. Ora qo'yaman. Adam qora. Yo, endi shunchani buzib ancha yaxshi. Mayli, davom etamiz. Baqa endi yonchasi qo'ysak ham xona ham ancha yorug'roq bo'ladi. Va boshqa. Bakka qana mashinalar olib kelar ekan. Rosa qiziqyapman. Menimcha Ferrari mana bilmayman. Ammo o'zim ham rosa qiziqyapman. Qana mashina olib kelishga. Ferrari bo'lsa yaxshi. Hop. Yana baqa. Bir hazillashim maqolasimga tushib ketdi. Baqa deysa og'zingga to'rtta baqa deyishadi. Yoshligim. Hozir ham shuni maktabda hazillashib biz ketyapmiz ekanmiz. Baqa desam og'zingga to'rtta baqa deyishadi. Ayniqsa bolajonim ko'p hazil qilardi. Hozircha xona ancha yorug'roq bo'lyapti. Mayli. Hech qisi yo'q endi. Rahmat. Bu haqida gapirmasligim kerak edi endi. Bo'lar ish bo'lsin. Hop, mana nihoyat tugatdik do'stlar. Maytdan qarasangiz g'alati ko'rinadi. Mayli bo'lar ekan. Hop, kiradi. Hali ham ish ko'rmadi. Shunday. Va yo'q. Mashina qanday chiqadi? Yo'q, bana bobomurod. Vay. Nimadancha mana bu joylarga kesamiz. Boshqa joy yo'q. Voy, maydan buzib. Plus kattaroq qilish kerak. Vay. Mayli, endi bunaqasi ham ishlar olmasak, Xudoga shukr. Batni yopganim hozircha shuni turibman. Hop, maytdan endi katta yo'l ulash kerak. 1 2 3 katta yo'l ham shart emas. Просто burilish qo'ysak bo'ldi. Hop, manetdan tilinchaqdi. 2 va 5. Manetga yana 1 2 indek kichkinagina va ko'p mashq qilishim kerak ekan shekilli, sal chiqib kelyapti. Shunchalik bo'lsa kerak. Jayam ko'p qilishadi. Yo'limiz sal qiyshayroq bo'lib qoldi.
Mayli, bo'laveradi, hech qisi yo'q. Yomon joyi yo'q. Faqat sal g'alati ko'rinadi-yu, ammo hech qisi yo'q o'sha. Bo'laveradi shunchalik. Burilish borligini eslab turadi. Xo'p, menimcha tayyor. Maytni xullas. Menimcha tayyor deb o'ylayman. Ha, mayt esdan chiqibdi ichkarida. Hop, tayyorlash kerak. Bu baqa, bu baqa, bu ham. Xo'sh, birinchi mashina olib kelsinchi, keyin ichkarini tayyorlaymiz. Hop, sizlar bilan hozir mashina. Xo'p, mana do'stlar, va nihoyat barchasini qo'yib oldik. Hop. Mana nihoyat. Do'stlar, shu yerda endi shu yerda videoni tugatishga to'g'ri keladi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, iltimos obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin. Unda ko'rishguncha xayr.